Qoraqamishdan so'ragan obunachilarimiz uchun Olmazor tumani Qoraqamish 1-3 bir xona, 2 xona qilingan 4 yashashkaning 4-etajida 42 kvadrat ekan, 2 ga 6 balkon. 40 ming dollar deb turgan ekanlar. Bizning kanalimizdan borsanglar, necha pul o'tib berasiz aka? 500 o'tib berilar ekan. Telefon nomerlari 99 kodi bilan 968 0100. Telefon qilib bemalol egasi bilan savdolashsanglar bo'ladi. Algoritmdan uy qidirayotganlar uchun 3 xona, 1-etaj, 12 etajga aldom ekan. Muxlisada Oriental. 82 kvadrat ekan, plus podval. Narxini necha pul qilib berasiz keyin? 73 ming bo'lishi ekan. 99 kodi bilan 727 01 54. Yana bitta nomerlari 90 kodi bilan 915 87 86. Telefon qilib bemalol baraka qo'rsanglar bo'ladi. Mana juda arzon variantimiz chiqib qoldi. Bek baraka Novostroyga ekan, korobka holatda 50 kvadrat. 2 xona, 3-etaj 8 etajga aldomda. Narxi 37 ming dollar deb turgan ekan. Bizning kanaldan kelsanglar, bo'lishini 36 qilib berar ekanlar. Telefon nomerlari 99 kodi bilan 788 9010. Bemalol telefon qilib savdosini qilsanglar bo'ladi. Sergeli Xonobod Avenue'dan uy qurayotganlar uchun juda zo'r variantimiz chiqib qoldi. Zolotoy etajda 2-etaj 67 kvadrat korobka holatda turibdi. Narxini 53.500 dollar deb turgan ekan. Pastdagilar nomeri bemalol telefon qilib baraka qo'rsalar bo'ladi. Yonida Sergeli metro Xonobod Avenue.